Hurmatli YouTube, Instagram kuzatuvchilari, mana biz tuxum qo'ygan edik. 34 ta tuxum qo'yilgan edi. 34 ta tuxumdan 4 ta tuxum urug'lanmagan, 30 ta tuxumda jo'ja bor. Bu yerda aralash tuxum qo'yilgan. Boboni tuxumi ham bor. Bular qolganlari shu hashaki har xil jaydardan tuxumlari bor. Hop, bugun endi bir haftadan oshgan bo'lsa, urug'lanmaganini tekshiramiz dedik. Bu ikkinchi qismi bo'ladi. 34 tadan 4 ta tuxum chiqmadi. Endi ko'ramiz bu yog'i 30 ta tuxumdan nechta jo'ja chiqadi. Shu o'zimizning qo'lbola qilib yasalgan inkubatorga olganman. Shunga qo'yilgan edi. Ko'p aytadi-yu, shu tuxum bo'lsa bo'ldi deydi, yoki inkubatorda ayb deydi. Endi ko'ramiz, qani odamlar fikrini qo'llab-quvvatlab tursanglar, bu yog'ini ham tomosha qilaveramiz.